Assalomu alaykum aziz do'stlar. Kimga ugalowlar, mebellar kerak bo'lsa, bizning xizmatimiz bor. Mana telefon nomerlar qo'yib qo'yamiz. Ugalowlarni noldan tayyorlash xizmati, plus eskilarni ta'mirlash xizmati ham bor ekan. Aka eskilarni ham ta'mirlasak bo'ladi. Eski mebellarimizni ham mana masalan o'shaning mebellari bor, divan kreslo, ugaloklar, materialni almashtirish holatlari bo'ladi. O'sha holatlarni ham yo'lga qo'ydik. Mana bu yerda ta'mirlayotganlaringizmi bular? Bu eskilarda anaqa ichidan chiqqan prujinalari, do'ppilari, tashqarida bor mana remont qilinayotgan divan kreslolar. Buni machalkalari qanaqa bo'ladi sifatlari aka? Sifatlari rossiyskiy bo'ladi. Rossiyskiy machalka. Rossiyskiy 22 plot saqib beramiz. Remontlarda ham shunday bo'ladi. Qattiq ekan. Moyshi bo'ladi. Turetskiy bo'ladi. O'zini didiga qarab, o'zini fokusiga qarab naql qilib beriladi. Buni aka, Shoh aka, bularni xohlagan material qo'yib bera olasiz aka? Rangi har xil bo'ladi. O'ziga yoqqan materialni tanlab billa olamiz. Yaxshi aka, telefon nomeringiz nechchilik aka? 88lik telefon raqamimiz 773 71 71. Akamizga telefon qilib olasizlar, aloqaga chiqib olasizlar. Mana ko'rib turganinglardek sifatlarini men ushab ko'rdim. Mana qattiq, yaxshi. Haligiga bo'sh emas. Mana ko'rib turganinglardek manzilimiz Andijonda o'zida. Mana bizda eskilarni ta'mirlash xizmati ham bor. Bu yerda eskilarni ponni noldan ta'mirlab berishar ekan mana. Kimga qanday holatda bo'lsa, mana shuni xuddi shunday yangidek qilib berishadi. Bu ham chachilayotganini ko'rdim, xuddi shunaqa xunuk edi. Mana ko'rib turibsizlar, yangi bozordan olgannaqa yangi bo'lib qolgan. Manzilimizni hozir tushuntirib aytamiz sizlarga. Bizning manzilimiz Andijon Ekintikin Chorbog' mahalla. Arkali ko'chadan kirganda mana shu burchakda mebel seximiz bor. Ugalowlar va divanlarni sizlar xohlagannaqa qilib, xohlagan materiallardan qo'yib ta'mirlashib beradi. Shoh aka aloqaga chiqarasizlar, telefon nomerlarini aytib o'tdik, yozib qo'yamiz. Hammaga rahmat do'stlar, kutib qolamiz, telefon qila olasizlar. Andijon bo'ylab xizmatlarimiz bor. Aka, bularni Andijon bo'ylabmi yo Asaka, Farg'ona, Namangan hammasidan iloji bormi? Andijon, Namangan, Vodiy bo'ylab. Vodiy bo'ylab aloqaga chiqaradi. Vodiy bo'ylab qilaveramiz xizmatlarni. Remont ham qila olasizlar ponni. Mehki mebellarni remontini yo'lga qo'yib qo'yganmiz. Mana ko'pchilik remont qilmaydi, biz lekin yo'lga qo'yib qo'yganmiz mehki mebellarni remont qilishni. Do'stlar, aloqaga chiqarasizlar, telefon nomerlarini pastga yozib qoldiramiz. Hammaga rahmat, bizni kuzatishda davom etinglar. Like bosish esdan chiqmasin.